Bore, yana qovoqmi? To'xtang. Tez qovoqni joyiga qaytaring. Nima sevmayman deysizmi? Bu videoni ko'ring, aniq sevib qolasiz. Chunki qovoqning turga bitgani foyda. Unda ayollar qo'rqadigan zararli yog'lar, xolesterin, natriy mavjud emas. Semirib ketishdan qo'rqadiganlar ham bemalol qovoqni yeyishingiz mumkin. Qovoqdagi beta-karotin moddasi organizmingizga tushgandan keyin A vitaminiga aylanadi. A vitamini tanqisligi sizda bo'lsa, ko'rish qobiliyatingiz pasayadi, immunitetingiz tushib ketadi. Turli infeksion kasalliklarga oson chalinasiz. Turli to'qimalaringizda, suyaklaringizda va hatto miya faoliyatingizda susayish, pasayish ro'y beradi. Afsuski, organizmingiz A vitaminini erkin holatda ishlab chiqara olmaydi. Kuniga 300 gram qovoq iste'mol qilishingiz sizda A vitamini tanqisligi yuzaga kelmasligiga sabab bo'ladi. Qovoq oqsil, kletchatka va uglevodga juda boydir. C, E va B2 vitaminlari, kaliy, rux, marganiz, temir va magniy minerallari uni yanada foydali bo'lishini ta'minlagan. Qovoq sevuvchilarda yurak-qon tomir kasalliklariga chalinish ehtimoli kamroq. Bu degani, qovoqni ko'proq iste'mol qilsangiz, yuragingizni changallab, kardiolog huzuriga kamroq yugurasiz. Xo'sh, endi ham qovoq yeyishdan bosh tortasizmi yoki fikringizni o'zgartirdingizmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Bu videoni qovoq yemaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Bu videoda qovoq 3 xil usulda pishirib ko'rsatilgan. Keyingi videoyim qovoqni kimlar yeyishi mumkin emas shu haqida bo'ladi. Bu haqida ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.